Kunlarning birida internetda dars qilib o'tirar edim. Bizda karantin bo'lgani sababli biz darslarni onlayn holda olib borardik. Men darsga mavzu izlayotgan edim. Do'stim menga bir mavzu tashladi. Bu Bukri nomli qo'rqinchli bir mavzu edi. Shu tariqa darsimiz ham boshlanay deb qoldi, hamda boshlandi ham. Men bu mavzuni juda ham ajoyib qilib barchaga so'zlab berdim. Barcha juda ham qiziqardi. Bu juda ham adrenalinlik mavzu edi. Shu payt Girish birdaniga ko'zlarini katta-katta ochib, hayron holda turardi. So'ngra bu narsani ko'rib men ham hayron qoldim. Dahshat. Bu nima axir? Shu payt menga Girishdan xabar keldi telefonimga. Sen ham bu narsani ko'ryapsanmi? Ey, Bukrini ko'ryapsanmi? deya menga SMS yozibdi. Ha, bu juda ham dahshat edi. Lidaning orqasida haligi men so'zlab bergan mavzudagi Bukri turar edi. U juda ham qo'rqinchli, juda ham dahshatli edi. Buni tasvirlab berish qiyin. Lida hatto bu orqasida turgan narsani ko'rmasdi. Axir bu qanday qilib bo'lishi mumkin? Bu juda ham dahshat. Menimcha bu Bukri Girish ikkalamizga ko'rinayotgan edi xolos. Shu payt u birdaniga Lidaning orqasidan yo'q bo'lib qoldi. Qayerga ketdi? Axir xonasining eshigi bekiq edi-ku. Biz bunga juda ham hayron nazar bilan qarar edik. Biz so'ngra birin-ketin darslarni topshirar edik. Hamma navbatma-navbat o'z mavzusini olib chiqar edi. Haligindan, lekin Bukridan darak yo'q edi. Nima? Endi u Mishaning orqasida turar edi. U juda ham aql bovar qilmas darajada qo'rqinchli edi. Men so'zlab bergandan ham dahshatli edi. Yana Girishning xayoli parishon, juda ham qo'rquvda edi. Chunki u bir kvartirada o'zi yolg'iz yashar edi. U shu payt darhol o'ng tomonga burildi hamda birin-ketin barchaning xonasiga yurib chiqar edi. Nahotki bu qanday bo'lishi mumkin? Axir barcha odamlar bir-biridan qancha ham kilometr uzoqlikda-ku. Men juda ham qo'rqardim. Axir biz tomonga ham kelib qolmasa bo'ldi deya bor umidim shunda edi. Shu payt u g'oyib bo'ldi. Qayoqqadir ketdi. Qayoqqa ketdi? Men juda ham qo'rquvda edim. Tasavvur qilyapsizlarmi do'stlar, men yolg'iz xonadaman. Men juda ham qo'rquvda edim. Shu payt Girishning ko'zi yana katta-katta ochildi. U yana qo'rquvga tushdi. Axir nimalar bo'lyapti? Mening telefonimga shu payt xabar keldi. U sen orqangda. U sen orqangda. Ey Xudoyim, axir nimalar bo'lyapti? Kanalimizga obuna bo'ling. Bizda sizlar uchun dahshatli hikoyalar